Moda uzoq vaqt davomida oyoqni e'tiborsiz qoldirdi. Chiroyli ko'rinish uchun qulaylik qurbon qilindi. Siqilgan burun qismi, tor shakl, tabiiy bo'lmagan siluet. Bularning hammasi stil deb sotildi. Lekin tanani aldab bo'lmaydi. Oyoq bu tayanch. U harakat qiladi, muvozanatni ushlab turadi. Butun tananing yukini ko'taradi va u uchun joy kerak. Endi moda buni tushunyapti. Zara 2026-kolleksiyasida 1 fut oyoq kiyimini chiqardi. Ya'ni oyoqning tabiiy shakliga yaqin dizayn. Hatto lyuks segment ham o'zgaryapti. Maison Margiela kabi brendlar anatomik shakllarga o'tyapti. Bu nimani anglatadi? Kengroq burun qismi, tabiiy siluet, faqat chiroy uchun siqishdan voz kechish. Yaqin vaqtgacha moda oyoq kiyimi faqat bitta vazifani bajarardi. Chiroyli ko'rinish. Qulaylik ikkinchi daraja edi. Lekin sport va biomexanika allaqachon isbotlab bo'lgan. Agar oyoq to'g'ri ishlamasa, bu tizza, bel va hatto butun qomatga ta'sir qiladi. Endi esa odamlar buni his qila boshladi. Ular tushunyapti. Kiyim bu faqat tashqi ko'rinish emas. Bu sening holating, yurishing, o'zingni his qilishing. Va bu shunchaki trend emas, bu fikrlash o'zgarishi. Endi oyoq dizaynga moslashmaydi. Dizayn odamga moslashadi. Siz ham har kuni nima kiyishingizga e'tibor berish vaqti kelgandir. Ha, aytgancha. Kontent yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang.